Ha! Beraga. Sonra xeyze bana qildilar. Bo'lmayman o'zingiz keling. Kelmaysanmi? Mana kelyapsan. Oldimga kel. Bo'l tez. Mana kelar ekansan. O'zingiz kelishga meni oldimga. Ha, nima deysiz? Endi o'g'lim bir maslahatli ishchi bor. Men bilan maslahat qilasizmi? Ha. Nima? Yur shuni bir o'tirib gaplashaylik ham. Yuring, nosakasiz. Ha. Endi o'g'lim Ha. yemay yedirdim. Ebi? Ichmay ichirdim. Ha? Onasi katta ham qilyapsan sen. Dada, onam ketganlari 3 kun bo'ldi. Hech bir uzoq muddat bo'lgani yo'q. Maqsadingiz nima o'zi? Mana bu yoqqa chetga. Gapni lo'ndasi uylanishim kerak men. 3 kunga o'yildingizmi? Endi chuqillamay o'yling ey. Ey, onam qaytdi, nima qilasiz? Qaytmaydi. Qaytmaydi. Qanaqa kirib kelalar har zaman. Uylanaman, shaharga kvartira olib shu yerda yashayman. Sen bu yerda yashaysan, men naryoqda yashayman. Ikkimiz ham kayf qilib yashayapmiz, bo'ldi. Xotinni olib siz kayf qilishingizni bilaman. O bu yoqqa men uyizimchi? U yoqni o'ylamasan. U yoqni planni tuzib qo'yibman men. Men ketamanmi? Qayerdan? Shahar ketaman, bachalar pivo ichamiz deydi. Bo'lmasa sen ket, men qolay. Yo siz ota yo meni deydomga topshiring yo kayf qilib yashangan bera. Qarochi uylantir meni. Siqqasiz ham uylanaman, ne oldu ha? Jim yur. Asalim buzilib ketyapti. Damazni ishlaymiz, ketamiz hozir. Hayda voy. Qo'lingni ber. Chetdan yur. Qo'ylim, nima qilasiz? Mashina kelyapti, chetdan yur. Men yoshman, chanmas sizga. Voy. Bala. Yo'q, hozir nima saqlayapsiz? Shaharga. Moshin yo'q, nima saqlayapsiz? Men o'zim saqlayman, yosh bashar deb saqlamaysiz sizga hozir.